Biz bugun yana Qo'rg'ontepa Hashak bozorida yem tovuq bozoridamiz. Hashak yem tovuq bozoridamiz. Oğlum boshqatdan aytib yubo'r, 1 sen tarqatib yuboray. 10 ming so'm. Ya nima ekan ha? Katta press ekan ha? Somon press. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'pti. Mana uni egasi keldimi? O'n egasi. Qani? 7 mingdan sotyaptimi? Hay, 6,5dan berdik. Bachki poy ekan. Berib yubordim hammasini. Yo'q. Yo'q, olgan. Bachki poy ekan, yaxshi ekan bu. Yaxshi ekan. Bu 3 kilo chiqadigan bo'lsa 3 kilo 5 tasi 35 ming. Yo'q. Xil baylan, biri katta, biri Assalomu alaykum. Ha. ko'rib chiqdim. Shunaqami? Har xil baylab, quyosh bolalar baylab. Endi bunda kilosi yaxshi ekan, hech bo'lmasa 2 kilodan oshiq ekan. Yaxshi ekan, quruqligi ham. Qimmat. Hashak aralashgan. Qayerda? Ha. Manavi Bu beda qancha bo'ldi beda? Qanchadan sotildi? 5 mingdan. Salom bizlarga ko'zi. Beda 5 ming sotildimi? Qo'ylar. Mana kimdan? Nech pul bu? 8 2 kilo chiqyapti. Bu presslar qancha endi? Yaxshimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Hozirga nech pul mola? Qancha beryapsiz, nima? G'ayratbek? Ha, yaxshi. sizni bedingizdan ashuni. Mana shumi? Mana-chi, mana bu. Bu boshqa bu. Buni nech pul berdingiz? 42 ming berdim. Mana u chiroyli ekanda. To'g'rimi? Chiroyli bedavsizlar ha? Qarang ko'hmek. Keyin mayin ekan avay bu. O'zi 3-o'rim hammasi mayin bo'ladi. Ha? 3lar mayin. Qarang mana bedani qarang. Kilosi qanaqa chiqyapti bularni? Kilosi noma taroz olib kelmas, u tortib beradi, yo'qmi? Ha, 15 kilo ha, o'rtachasi. Undan oshiqroq. Undan oshiqroqmi? Unda zo'r. Unda zo'r bo'pti. Giroga tashigilik qaraganda tog'asidan. Yo'q, elga yurtgachi foydasi tegsin deyapman. Sizni ko'rsatib qo'yaymi, yuzingizni ko'rsatmayman. Yo'q. Siz ajoyib yigitsiz G'ayratbek. Bu Hashak bozorida nomer 1 siz. Shunaqa bordi. Mana eng arzon ekan, mana sifatli mana beda. Sifatli mana, sifatli beda. Qo'yib yuboring, ustama. Internet o'zi. Atabek, zo'rmisiz? Mana shu G'ayratbek eng arzonchi. Mana shu Hashak purushlarida ichidan. Sifatli bedada o'zi hamda. Qadariga naqa bir bola desa qo'y. Ha. Mana bu Abduvahobmidingiz? Masher shayximi? Masher shayx. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar tushunib, mana rosa katta-yu beda, chiroyli beda ekan o'zi ham. Voy dod, bu qancha? 45 ming so'm biza kami bor, aka. 40 mingdan ketmaydimi? 50 tasi bo'lsa. Hammasi ham ketmaydi, hammasi. Hammasi qimmatroq kelganmi? Katta yaxshi baylatibsiz-da, shunchina o'zingizga kurashyapsiz ekan. O'ti ham yo'q, toza beda hammasi. Ha. Chiroyli ekan-a? Bir dona o'tni olib bersangiz qoyil qoladi. Ha, bo'pti, 10 ta olsak qancha berasiz? 10 ta olganlarga qancha beryapsiz? 43 ming so'm beradi. 43 ming beryapsizmi? Ha. Yaxshi. Yaxshi, omadingizni bersin. Somon press-chi, somon press-da uni. 8 ming so'm. 8 ming so'm. Yaxshi. Menga 7 mingdan olib borib berishdi, 500 ta. Sizga olib borib beradi. Bir hafta oldi. Puli ko'p odamlar arzon olib borib beradi narsani. Nimaga? Kambag'al odam bo'lganda 8 ming oladi. Nimaga unaqa qilasiz? Puli ko'p odam begariga puli ko'p bo'lmaydi. Nimaga unaqa qilasiz? Puli ko'pga Talash tortishib oladi-da. Tortishib oladi tojika. Ay, yashang, bo'pti. Sog' bo'ling, barakasini bersin. Zo'rsiz. Endi yem bozorga o'tamiz. Yem bozor, yangi makkalar chiqibdimi? Nech pul ekan makka? 5 ming. Iya, urug'liq sezoni tugadi-yu. Yana ham 5 ming ekanmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yangi makka chiqdimi? Yo'q, haligacha bor. Mardagi ham chiqmadimi? Marda chiqdi.
Makka pishdi, yangi Makka. Hali juda namroq. Qanday Yana bozorga chiqib borsa kerak. Ha, yana bozor kechasini olib turamiz, yana yangi Makka chiqdimi? Chiqdi yangi Makka. Jizzax chiqdi 3800 dan naqd bo'ldi joydan. Qayerda u? Voy, uzoqda. Bizga 200 so'm minatda 4000 dan keladi biz oyog'imizga. Ha, yaxshi bo'pti-da. Mana qayerda arpasi? Bozor arpasi. Bu nechi pul? 4100 dan beryapman. Yo'qsa hali arpani u yoqqa qilmadingizmi? O yoqdan olgan arpa tugadimi? Yo'q, to'q. 10 tonna bor. Yaxshi. Mana Bozordagi o'qishdi-da u men. 4100 bo'lsa yaxshi bug'doychi. Bug'doyni 3600 qilib beraman. Qopiga olsangiz. Bu Makka endi. Bu gibridni qimmatroq 4800 dan. Hali 4,5 million Xitoy bor. Makka shaharlarichi ayting, men nimaga chiqarib yuboraman, ko'pchilik biladi. 5000 so'mdan Makka shaharlari. 5000 so'm Qo'rg'ontepa. Arzonroq. Qo'rg'ontepa Don bozorida 5000 so'm. Uni-chi? Uni 4600, 4,5 million. Uni 4,5 mingdan qilib berar ekan. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshimisizlar? Bu makkalar qancha? Ma urug'li makka ekan. 60 kunlikmi, 70 kunlik? Urug'li payt tugab ketdi, e'tiroz sotib yormabsiz. Urug'li vaqt o'tib ketyapti-yu. Nima dedi? Yo, bugundan qolmay sotib yuboring. Yaxshimisiz Hoji opa? Tuzimisiz? Yaxshimisizlar? Bugundan qolmay sotib yuboring. Nimaga? O'sha ekish payti o'tib qoldi-da. Oltan 100 da bu. Yo, bu 6000 desiz ketmaydi, 5000 dan ham ketmaydi. Urug'li paytda ketadi. Bu-chi sizdanmi bu? Yo'q, mendan. Bu necha puldan beryapsiz? Ha, 4,5. Sizlarchi? 4,5. Qancha kami bor? Men olsam hozir 300 kilo olaman ekan. Yana haftagacha olib turaman-da, yana haftadanchi yangi Makka chiqib ketadi, xudo xolasa. Kun issiq bo'lyapti. 100 so'm tushib bera olamiz. Yo, 100 so'm. Deqanchilikmi? Ha? Yo, men oladigan bo'lib keldim men sizga. 100 so'm tushmang. Men buni qo'yga egizaman. Bering, alat bu tag'an. Qo'yga egizaman. 300 kilo olaman. Necha kilo bu yerda? Hozir endi hojiga qarang. Mendan shu 7 qop bor. Mana ukamda 3 qop bor. 7 qopingiz olaman ekan, 300 kilo olaman men. 7 qopingiz 300 kilo chiqadimi? 45 lardan tushadi. Va alaykum assalom. Sizni pulingizga boravering. Yaxshimisiz? Akamdan. Yo, yana bozordan xudo xolasa yangi Makka olib chiqamizmi? Ha, xudo xolasa yana Topib kelamiz. Yo'q, yana hafta chiqadi. Ha, bo'ldi, shundan olib yegizamiz qo'ylarni. Qo'shning mana. Mana shu yangi Makka ekanmi? Yangi. Ana, zo'r ekan-ku. Yashang yetkazib yuboribsiz. Hoji opam, malades. Ko'rdingmi? Ikki bozor deyapsan. Hozir chiqadi. Xo'sh, siz deqanchilikmi? Qayerlisiz? Abdullabi. Ablabi o'zimizdan ekan. Ma Hoji opamning yurtidan ekan, Kamal akamning yurtidan ekan. Kamol oshnam bo'lar. Shunaqami? Ko'rinmay qol topolmayapman-da. Ya u narada ishlayapti? Siz bilan ko'rishmadik. Narada ishlayapti? Ha. Jalog'da somon. Xo'sh, qanchadan berasiz? 7 qoplar ortcha sig'maydi. 300 kilo olaman. 300 kilo necha puldan berasiz? Aka 4400 ber. Yo'q. 250 gana. 4200. Mashinam yerda turibdi. Olib kiraman. Men buni qo'ylarga yegizib, uni nimasini poylayman. Bunda kuzataman. Aka, sizda pul ko'pay, oling. Ha, olyap. Barakali pul Hoji akam dedi. Olsangiz kamroq, olsangiz ham baraka qilasiz degan. Qator ya, bilib turibmiz shu. Bilib turibsizmi? Ha. Va sizni menchi, ha? Qancha ne so'm deyapti? 4250 dan 300 kilo deyapman. 300 bering Hoji aka, meniki ham bo'lsin. Bering. 4000. Bering ana. O yoqda 300 bor. Sizniki biroz. Achi yo'q, 300 hamma beradi. Sizdan men o'zimga o'xshagan ekansiz, kelishgan. Men yoshingiz ham ulug' ekan. Nechaga chiqdingiz? 70 ga chiqdingizmi? Ikkomiz tengdosh siz 58-yil ekansizda. Kamol do'stim bo'libdi. 58-yil ekansiz. Qarang, sizchi 75-yil o'rni bitgan ekansiz 10-sinfda. Soyuzli davrda o'qigan ekansiz. Ha? Siz SSR tarixini o'qigansiz. Keling endi bering. Maktabni bitkazizga bu yil 51 yil o'tdi. Hamma yo'lni bilaman ekanman. Qanday? Ulan, sizingiz yaxshi
Bering. Ber, yo, endi sizdan so'rayapman. Hozirchi? Hozir men eshitilmay tursin. Kunda isig'idachi nima qo'ylarni yemagani bilinmayapti qo'chqarlarni. Shuning uchun bering endi, bering. 4250 dan hammasini deyapman. Amaki bering. Yaxshi beribmanmi? Keling. Keling. Mayli, siz uchun berayin deyapman. Nechtasi kelib 4300 dan mashada beradi, hammasi beradi. 4300 dan berganim yo'q-da, sizga berayin deyapman. Shu 7 qopingiz hammasi 300 kilo chiqadimi, oshib chiqadimi olay deyapman. Sizni bo'shataydi. Hozir laboni minib kelaman, hisob berasiz hammasini. Sizni hurmatingizga beryapman. Nechta olmadi? Shunaqami? Bo'ldi. Hozir men mashinani olib kiraman. Rahmat. Mana uni ushaysiz, mana bittasini. Men sizga men mayada bir aylanib kelay, keyin nimani olaman. Bo'ptimi? Ha? 7 qop dedingizmi? 300 kilo ajratasiz. 1 million. Ko'ring. Qatini hisoblang. Ha. Bo'ldi. O'g'lim, qandaysan? Makkalar qancha-yu bug'doylar qancha? Yaxshimisan? 4,5 3,5. Yaxshi. Yaxshi 3,5 bo'lsa. Hikmatulloh qancha sotyapti? 3,5 ming tog'a. 3,5 mingmi? Yaxshi. Mana tog' bozor, jo'jalar chiqdi. Alisher, siz ajoyibsiz. Ajoyib. Qabuljon aka, zo'rmisiz? Bedanalar ham chiqsiz, yuzingizni ko'rsatmay bo'lmasa, dovshingizni eshitilaversin. Ya ko'rsataymi? Xo'sh. Yo, ma bedanalar, birovlar, bu nech pul? Bular 20 ming. 20 ming. Necha oylik bular? Bular 2,5 oylik. Ancha ekan. Ona makiyon ekan, ha, nimasi? Mana makki ekan. 2,5 oylikmi? Bular o'rdaklar qancha? Aytib bering. Endi ena bola 16 ta bolasi bilan 350 ming deyapti, kamyob. Shunaqami? Bularchi, bular o'rdaklar. Bularni Galboy Fabarik. Nech pul? 10 ming, bular aka 12 mingdan. Sotilishini ayting. Sotilishida Mashqo'rg'ontepa bozorini mana shu Alisherni joyiga kelaverasizlar. Mana shu 12 ming ekan, necha kunlik? bir haftalik. Baquvvat ekan, qarang. Go'shtdan. Ha, molarchi? Bularimiz 2,5 ming so'm. Parodasi qanaqa buni? Loman Brown. Ha, Loman Brown. Ha, bular xo'rozlari. Bularchi? Qoralarni arzon, bularimiz 7 ming so'm. Xo'rozmi, makiyonmi? Aralash bular. Aralashmi? Ha. Bular brolerlar. Bu necha pul? 15 ming qilib beryapti. 15 ming. Necha oylik bu? Necha kunlik? 15 kunlik. 15 kunlik. Yaxshi ekan. Bir 500 gram chiqar ekan. Yarim kilo. Alisherga kelaveringlar mana shu yerga. Bitta qo'shib beray. 200 ming bering, 20 kilo. Bu Anjan Chorniy deganlari. Necha pul hozir bular? 10 ming so'mdan. Necha kunlik bular? 21 kunlik bu aka. Ha, yaxshi. Berishingiz qanaqa? 10 ming so'mdan tanlab. Baquvvat ekan. Vaksinalari qilingan. Qayta qilindi. Yashang. Hammalar mana shu Alisherga kelinglar. Bo'pti, ha. Mana Ibrohimjon, mana Anjan Chorniy ekan, sizni ko'rsatmayapman. Ko'rsatmayman, ko'rsataymi? Ko'rsat deganlar uzatyapti-da, siz uzatmayapsiz. Uzatman, uzatmayman. Uzatsizlar. Pul qanaqa buni puli? Ha? Puli? Pulimi? 2,5 ming so'mdan. 2,5 ming so'm? Arzon-ku. Bekarga berishyapti-da. 7 ming so'm, aka. Hazırlaşmayın, yo'q, ommaga ketasiz siz. Hazırlaşmayın. Shu joyga siz bilan apasi ekansiz. Apasi ekansiz, qirqib yuboraman shu yerini. Mana Ilhomjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Mana katta go'jalar qadam oldingiz? Voy, qarang, bular 1 kilo bor ekan-a? Ularni boqtirdik. 1 kilo bor ekan-a bular? 1 kilo bor, 1 kilo. Necha pul? Ularda aka 9 ming 19 beryapti. 19? 19 beryapti. Mana bor. 19 mingmi? 6 ta. 100 mingga 6 ta qilib bering bo'lmasa. Olib borib bedanalarning ichiga yerga tashab qo'yaman. To'kilganlarni yeb yuradi.
Monishchi Ilhomjon, monish. 20 qilib beryapman. Ha. Yo makon yo xo'roz, juma. Yaxshi, olamiz. Olamiz. Mollar ham sizdanmi? Ular ham bizda. Makon ekan, nech pul? 17 ming qilib beryapman. Necha oylik bular? 1 oydan o'tdi. Anjon cho'rni ekanda, yaxshi arzan ha. Arzan, bu tovuq bozor. Arzan. Bular qancha? Berishi. Alijon, ha? Alijon hoji. Bu tovuqlarchi? 15 ming. Yaxshi. Yaxshi, zo'r. 140 mingmi? Manalar bir shu turishi 6 kilo chiqadi, ha? Yaxshimisiz, sizimisiz? Yaxshimisizlar? Ma haqiqiy Anjan cho'ri ekan shekilli, ha? 3 kunlik hoji aka. O'shaga va'da beryapman. Xudo xolasa sentabr 2 kunga keladi. O'zi aytdim. Shoshmang. Yo, yaxshi boqish kerak-da. Bu bir, ikkinchidan bu boshqa paroda ekan, 70 kunlik bo'lib, mashinchalik bo'ladigan bo'lsa. Kichkina Anjan cho'ri emas ekan, katta bo'ladigan ekan. Yog'on. Yog'on bo'ladi. Bular qancha bular? Hojiga buni 22 beraman. Olaverim. 22. Ha, yaxshi. Jamalda boradi. Yaxshi. Mana shunaqa ahvol. Mana induk nechta bolasi bilan bu? Ha? Bormi bolasi? Nech pul? 1 millionga kirdi bermadingiz. Shunday qo'shing deb. 1 millionga bermadingizmi? Shuncha kitobni aytib deb sotaman. Mana yag'ini misol to'q. Uni bir oyoqda ko'tarmang. Sinib qoladi bir oyoqda. Yo'q, sizga bor, nimaga qo'y ber? Bor. Taroziga qo'y ber, o'zi taroziga qo'y beradi. O'zi taroziga. Nech pul? Ha? Oy qabar qo'y berasan. Ha? 180 dan so'rab. Nech pul olim? 180. Bu yo'q deganda tri vazni 6 kilodan ko'proq, 4 kilodan oshiq go'sht qiladi. Menda ham bor. Undan ham nima? Qo'lini, ikki oyog'ini bunday qilib ber. O'sha ikki oyog'ini. Ikki oyoqdan shunday. Ana. Makkamusha olim. Qo'y bor. Nima dedingiz? 150 mingga. 4 kilodan oshib 5 kilo go'sht qiladimi? Qani? Xo'roz bular chaqirdi bular. 4 kilodan oshib go'sht qilib berar ekan. Sog' bo'ling. Qancha bo'lyapti buni savdosi? 180 dan beryapmiz. Ha. Siz necha pul so'rayapsiz? 70 ming so'radim, bering deb. Endi 10 ming ekan, qo'ying endi, bering. O'zingiz dekonchilikmi? Ha, bering endi. Nevaralarim uchun baqqanman. Rashid Bering, qo'ying mana. Ha, ana bering. Ana yashang. Oling. Sog' bo'ling. Ha, ana YouTube'ga chiqib ketsangiz, saxiy odam deb chiqib ketdingiz, bo'ptimi? Mana, oling. Xo'p. Sog' bo'ling. 550 mingga olindi ikkovi, ochiq 300 mingga, 250 mingga olindi. Ha. Ana 300. Oqchi. Aka 500 ga Oq boshqa parodada bu, ha? Hali 30 kilo bo'ladigan. Olasin Jon aka. Aka, biror hech kim ko'rmaydi aka. Mana shunaqa ahvol, tovuq bozorlar. Mana birovlar ekan. Mana Anjon cho'rni. Jo'jalar ekan, necha oylik bular? sentabr tuxumga kiradi bular. Ha, tuxumga kirib qolay debdi. Puli qancha? 100 mingdan. Yaxshi boqsa kirib ketadi. Buchi? Bu qancha, nechta bolasi bor? 14 ta bolasi bor ekan. Nech pul? 14 ta bolasi. Assalomu alaykum. 120 ming bering. O yerda 15 ta. Bu yana ochib chiqishga ulguydi. Ulguydi yana ulguydi. Mana qanaqa paroda ekan bu? To'g'ri. Qizil miramirlar, to'g'ri? Qizil miramirlar. Qizil miramir nech pul? 250 ming kami bor. 250 ming. Tuxumga kirdimi, kirmadimi? 5 oylik bo'ladi, to'g'ri?
Kirar ekan yana 1 oyda yaxshi boqsa. 6 oylikda kiradi, o'z bilasiz ekanmi? Nech puldan sotilyapti? Sotiladiganini ayting. 150, 160 dan 180 deyman to'g'ri. Hammasini. Bu boshqacha ekan, bu o'zi katta tuxum ham beradi. O'zi katta ekanda. Yaxshi, zo'r. Bo'pti. Shun bilan endi bu tomonini to'xtatamiz, uzoq bo'lib ketdi.